Hammaga xayrli kech. Navbatdagi mijozlarimizni gilamchalarga berildi. Xo'p, oshxonalarga soldik buni. Va hozir boshqa xonalarni ham ko'ramiz. Xo'p, mana bu yerda avval gilamcha soldik, 2,5 ga 2,5. Bu yerga uголок qo'yamandirlar. Hop, zallariga 3,5 ga 5 metrli chiroyli gilamchalarga berdik. High-tech va neoklassika uylarga solindi. Hali televizor qo'yilgan yo'q. Ular xohlasa qo'yiladi. Hop, ikkinchi etajga chiqamiz endi. Hop, spalnichalarni ko'rsatamiz. Bitta baho berib qo'yasizlar spalniga. Alohida. Voy. Nima debdi? Cho'pi pol qilingan. Spalnida ham ochiqroq nimasidan tanlaganlar va unaqa chiroyli tach gilamchamizdan solib qo'ydik. Mijozimiz shunaqa yevropeyskiy variantni yaxshi ko'rganlar. Bu yerda hop, Samarqand akril gilamlarni berdik. Ko'rpachalar olinadi va tagiga tixvariladi xohlasa. Va katta xonalariga ahamiyat berasizlar. Umumiy olib qaraganda juda katta zal. Bunaqasiga necha metr edi? 5, 4, 9, pashti 9,5 metrli zal, uzunasiga 7 metrli. Bunaqa deylar. Qanaqa tushgan? Tepaga lustra qo'yamandirlar. Xohlasa qo'ygandan keyin yana ham yarqi ochiladi. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani Belam gilamlar do'koniga murojaat qilinglar. Xudo xolasa Jizzaxda qaysi viloyatda bo'lishidan, qaysi tumani bo'lishidan qat'iy nazar o'zimiz chiroylikina qilib to'shab beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.